Hammaga salom. Bunaqa video birinchi marta bo'lyaptiman. Yo'qadimi yo'qmi sizlarga bilmadim. Baribir olaman. Get ready with me bo'ladi men bilan birgalikda. Mana bu pidjakni, pidjak kombinamoqchiman. Qaror bera olmadim. Jinsiviy brukni kiysam yoki qorami? Oqma qora. Men avvallar 5 yil oldin kiyinishga juda ham e'tibor berardim. Hozir ikkita bola bilan umuman nol bo'lganman. Avvalgi storani eslab oqni kiyaman menimcha. Merixotlarni men bilmayman, sirasi kiyib kelaman. Bu arada sochimni ham yig'ishtirib olay. Juda ham isib ketdi. Brukni ichiga tiqib remeni to'qib. Bez aksessuar yura olmayman. Mol toqishni, shar toqishni juda yaxshi ko'rib, bunday bo'ynimga bog'lamoqchiman. Vale, krujach qalqalarim. Hozir sochimni yuvib, pidjak kiyib kelamiz. Qalla, buni qo'llarini qatlab olamiz albatta. O'zi yoqdimi senga qizim? Yo'qda, menimcha senga qizim. Qizlar shunaqa odat qilsa, hamma qizlar absolyutni bilaman. Mana shunday qilib sochlarini taxlab olishadi, to'g'rimi? Kommentariyada kutib qolaman. Обязательно like bosib qo'yinglar, chunki bu juda ham menga muhim. Agar yoqmagan bo'lsa, просто meni videomni o'tkazaveringlar. Hammalarga rahmat. Görüşürüz.